Urganch shahridagi Jaloliddin Manguberdi nomidagi Harbiy akademik litseyning navbatdagi bitiruvchilarga diplom topshirish marosimi o'tkazildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Milliy armiyamiz yoshlarimiz qalbida yurtga sadoqat, jasorat va matonat tuyg'ularini mustahkamlovchi hayot maktabi. Shu bois yosh avlodni vatan himoyasiga kamarbasta bo'la oladigan shijoatli farzand qilib tarbiyalash hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safida xizmat qilishga yo'naltirish dolzarb ahamiyatga ega. Joriy o'quv yilida Jaloliddin Manguberdi nomidagi Harbiy akademik litseyni 147 nafar shijoatli yoshlar muvaffaqiyatli tamomlab, diplom olish baxtiga musharraf bo'ldilar. Tantanali tadbirda Shimoliy G'arbiy harbiy okrugi qo'mondoni, viloyat hokimi o'rinbosari va boshqalar harbiy litsey bitiruvchilarining bilim va salohiyati milliy armiyamizning qudratini yanada oshirishiga ishonch bildirdilar. Litseyni imtiyozli diplom bilan tugatgan yoshlar ustozlaridan olgan saboqlarini keyingi tahsil jarayonida ham qo'llab, ularning ishonchini oqlashga va'da berdilar. 2 yil davomida ustozlarim bergan bilimlar orqali va o'zimning tirishqoqligim orqali yaxshi o'qib shu litseyni imtiyozli diplomga tugatdim va bu imtiyozli diplom menga kelgusida oliy harbiy muassasasiga imtihonsiz qabul qilishimni ta'minlaydi. Albatta bu yutuqim uchun ustozlarimga, litsey rahbariyatiga, hurmatli prezidentimizga shunday sharoitlarni yaratib berganligi uchun chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Maydon uzra shaxtam qadam tashlab, harbiy qo'shiq kuylab, qalbi g'urur va iftixorga to'lgan yoshlarning har birida mardlik, matonat, jasorat tuyg'ulari mujassam bo'lishi shubhasiz. Harbiy litseyda ta'lim olgan o'quvchilarning ma'naviy ma'rifiy salohiyati barcha tengdoshlaridan ustun ekanligi namoyon bo'lmoqda. Ularning har biri buyuk sarkardalar jasoratidan ibrat olib, xorijiy tillarni o'rganib, zamonaviy axborot texnologiyalarini o'zlashtirish orqali harbiy texnika hamda qurol aslahalar bilan yaqindan tanishib, mard va jasur harbiy xizmatchi bo'lishga ahd qilishgan. Mani o'g'lim Malikboyev Fayozbek bugun mana shu Jaloliddin Manguberdi nomli akademik litseyni bitirdi. Bundan juda ham xursandman, faxrlanaman bolajonim bilan va barcha ota-onalarni mana shu farzandlari bugun shu litseyni bitirganlari bilan tabriklayman. Bolam tug'ilgandan orzu qilardim, vataniga xizmat qiladigan munosib shu qahramonlarimiz Jaloliddin Manguberdi Alpomish singari bir farzand bo'lib yetishishini bugun Allohga ming shukrki, mana shu orzularim ro'yobini ko'rib turibman. Vatanparvarlik tuyg'usi o'ylaymanki, farzandlarimizga ona allasi bilan kiradi. Alpomishdek zabardast, mard, jasur bo'lib yetishishini chin dildan xohlaganman. Orzularim ro'yobga chiqdi. 2 yil davomida puxta bilim olib, o'zining intilishi, mehnatsevarligi, qat'iyati bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan bir guruh bitiruvchilar alohida e'tirof etildi. Ular bir necha fanlardan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritib, turli darajadagi diplom, faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Biz bu litseyga kirganimizda bir necha bosqichlardan o'tganmiz. Avvalambor birinchi yozma ishlar, psixologik testlar va jismoniy tayyorgarliklardan o'tganmiz. Ko'plab sharoitlar yaratilgan. Bu litsey prezidentimiz tomonidan bizga ko'plab sharoitlar yaratilib, biz yoshlar uchun bo'lajak harbiy sifatida harbiy kadrlarni tayyorlash maqsadida bu litseyda yaratilgan. Men shu litseyni bitiruvchisi bo'lganimdan faxrlanaman. Bu litseydan olgan bilimlarimni, ustozlardan olgan saboqlarimni hech qachon unutmayman. Litsey menga ko'plab bilim, tarbiya va har tomonlama ma'naviy, ruhiy bilimlar bergan. Men bu litseydan bitiruvchisi bo'lganimdan faxrlanaman. Xo'jayinim harbiyligidan, farzandimni ham harbiy yo'lni tanlaganidan faxrlanaman. Men bundan juda ham xursandman. Vatanimizga kerakli inson bo'lib yetishadi degan umiddaman. Har bir ota-ona uchun menimcha baxtli o'ylayman. Farzandining orqasidan kelib, ularni shunday tantanalar bilan ko'rish bu insonda g'urur, faxr tuyg'ularini uyg'otadi. Tadbir davomida harbiy orkestr ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, o'quvchilarning ko'rgazmali chiqishlari, bitiruvchilarning tantanali saf yurishlari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Ayniqsa farzandlari muvaffaqiyatidan faxrlangan ota-onalarning quvonchi, minnatdorchilik tuyg'ulari marosimga o'zgacha ruh bag'ishladi. O'g'lim Ikramboyev Azizbek Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy litseyni qizil diplom bilan bitirdi. Bundan
yurtimizdagi hamma o'qituvchi ustozlarga ming tashakkur. Avvalambor prezidentimizga kattakon rahmat. O'quvchilar uchun shunday sharoitli maktabni ochib bergani uchun. Hammasi uchun rahmat. Uyimizda ham bunaqa sharoit yo'q. O'g'limizni shunday barkamol yosh, kelajakka buyuk xizmat tegadigan yosh o'g'lon qilib tarbiyalagani uchun kattakon rahmat aytaman. Vatanimizni kelajakda himoya qilib, halovatidan, uyqusidan, barchasidan kechib himoya qiladi. Vatan himoyasi muqaddas burch, davlat xavfsizligi, chegaralar daxlsizligini ta'minlash esa sharafdir. O'ylaymizki, aqlan yetuk, jismonan baquvvat, chuqur bilim va salohiyatga ega bo'lgan bitiruvchilar albatta xalqimiz ishonchini oqlaydilar. Vatan himoyachisi bo'lishdek mashaqqatli, biroq sharafli yo'lni tanlagan yoshlar kelgusi faoliyatida ham mamlakat ravnaqi uchun kamarbasta bo'lishiga ishonamiz.